Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizni eshitib hayron qolishingiz aniq, yoki tabiatning o'zi tabib degan naqlga yana bir bora amin bo'lasiz. Gilos sopining foydasi. U har kuni shahrimizni yanada go'zal va ozoda qilish uchun tinmay mehnat qiladi. Har bir supurilgan ko'chada, barpo etilgan gulzorda uning fidokorona mehnatining izlari bor. U har kuni maktabni tozalash uchun sovuq suvga qo'lini tiqadi. Bo'g'imlari og'riganida ham bolalar uchun yaratilgan toza muhit uning yuragida iliqlikni uyg'otadi. U tandir issig'ida yonadi. Beli og'risida egilaveradi. Ammo ko'zlarida charchoq emas, xalqning qornini to'q, dasturxonini to'kib qilish baxti porlaydi. Nutva bilan ular sog'lom harakatga qaytdi. Bu oddiy odamlar emas, bu qahramon. Siz bu vositani qabul qilish davomida o'zingizda tetiklik, mo'rtlashgan suyaklarning tiklanishi va og'riqlar kamayganini sezasiz. Sizga konsultatsiya berish uchun kompaniyaning call markazi aloqada hoziroq bog'lanishingiz mumkin. 1294 qisqa raqamiga bog'laning va Nutva bilan hayotingizni tabiiylikka to'ldiring. Gilos sopidan tayyorlangan choy nimasi bilan foydali? Demak, shunga to'xtalamiz bugungi video lavhamizda. Yozning sevimli mevalaridan biri bo'lgan olcha nafaqat mevasi, balki poyasi bilan ham organizmga ko'p foyda keltiradi. Ayniqsa Sharqiy Yevropa mamlakatlarida gilos poyasi choyi siydik yo'llari kasalliklarini yengillashtirishga yordam beradigan funksional oziq-ovqat sifatida keng qo'llaniladi. Antioksidant va diuretik ta'sirga ega bo'lgan gilos sopi bu xususiyatlari tufayli foydali o'simlik choyi materiali sifatida tanlanishi mumkin. Gilos poyasining diuretik ta'siri siydik yo'llarida infeksiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan mikroorganizmlarni tozalash orqali infeksiyalarning oldini olishga yoki mavjud yallig'lanishni bartaraf etishga yordam beradi. Bundan tashqari u buyraklar, siydik pufagi va siydik yo'llari toshlarining paydo bo'lishining oldini olishga yoki ularni tanadan olib tashlashga yordam beradi. Tanadagi diuretik ta'sirlarning yana bir afzalligi shundaki, u shishni olib tashlashni qo'llab-quvvatlaydi. U tufayli kelib chiqqan shish va noqulaylikni bartaraf etish, ayniqsa ayollarda hayz ko'rish sikli bilan bog'liq muammolarga qarshi kurashda foydali bo'lishi mumkin. Shu sababli gilos poyasi ko'pincha choy shaklida yoki shishlarni yengillashtiradigan tabiiy o'simlik sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga ko'p miqdorda suv iste'mol qilishga ham e'tibor berish juda muhimdir. Gilos sharbati ham qonni suyultiruvchi ta'sirga ega. Bu ba'zi kasalliklarga qarshi kurashda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa-da, qon ketish xavfi bo'lgan ayrim bemorlarda xavfni oshirishi mumkin. Shu sababli surunkali kasalliklari bo'lgan odamlarga gilos choyini iste'mol qilish haqida birinchi navbatda shifokorlarga murojaat qilishlari kerak. Gilos sharbatining foydalari va uning diuretik ta'siri va tarkibidagi fenollik komponentlar tomonidan ta'minlangan antioksidantlar ta'siri bilan bog'liq. Choy shaklida iste'mol qilinganda tanaga ko'p foyda keltirishi mumkin. Xo'p, gilos sopi choyini qachon ichish kerak? Siz o'zingizning shaxsiy xohishingizga ko'ra kunning istalgan vaqtida gilos choyini iste'mol qilishingiz mumkin. Kuniga qancha stakan gilos sopi choyi ichish kerak? Diuretik va qonni suyultiruvchi ta'siri tufayli gilos choyi kuniga maksimal 1 stakan bilan cheklanishi kerak. Gilos poyasi choyini bundan ortiq iste'mol qilish tavsiya etilmaydi, chunki u zararli bo'lishi mumkin. Quritilgan gilos poyasini 2 stakan suvda 5-10 daqiqa qaynatib, gilos sopi choyini osongina tayyorlashingiz mumkin. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.